Endi biznes bu pulni topish uchun esa albatta bu biznes bitta o'zi bu ishni qila olmaydi. Katta ishni amalga oshirish uchun albatta biznesda jamoa kerak bo'ladi. Ya'ni ishchilar kerak bo'ladi. Qanday biznes bo'lishidan qat'iy nazar, kattalashishni boshladimi, katta hajmda ish qilishni boshladimi, albatta ishchilar kerak bo'ladi. Shuni asnosida biznes topgan pulini, avvalambor o'sha natijasini, mijozni qondirish uchun natijani ishchilar yordamida amalga oshiradi. Ishchilar o'sha ishni bajaradi va bajarilgan ishni mijozga taqdim qiladi. Mijoz undan rozi bo'lib pulni to'laydi. Pulni olib turib, misol deylik, biznes pulni olgandan keyin ishchilar o'rtasida bu pulni taqsimlaydi. Soliqni to'laydi, arendani to'laydi, ishchilarning haqqini to'laydi va biznes egasi ham o'zini haqqini oladi. Odatda kim biznes qurar ekan, kim katta mas'uliyatni bo'yniga olar ekan, albatta u katta daromad topishga haqli bo'ladi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Ana endi ishchilar haqida aytadigan bo'lsak, ishchilar jamoaning ichida har xil soha egalariga bo'linadi. Kimdir masalan buxgalteriya ishini qiladi, kimdir sotuv ishini qiladi, kimdir marketing, kimdir qorovul, kimdir ishlab chiqaruvchi, kimdir qandaydir bir master bo'lishi mumkin. Har xil biznesda lavozimlar har xil bo'ladi. Endi ishchilar, agar ishchilar haqida oladigan bo'lsak, ishchilar ertalabdan kechgacha ishlash jarayonida natija keltirish kerak bo'ladi. Chunki ishchilar natija keltirsagina butun biznes natija keltira oladi. Butun biznes natija keltirsa, mijozga natija ko'rsata oladi va natijani olgan mijoz xursand bo'lib, qoniqqan holda to'lovni amalga oshiradi. Va qarabsizki, ikkita tomonlama teng almashinuv bo'ladi. Ya'ni biznes haqiqatan ham va'da bergan mahsulotni yoki xizmatni amalga oshirib berdi. Mijoz esa bu xizmatdan rozi bo'lgan holda to'lovni amalga oshirdi. To'lovni qabul qilgan biznes esa ishchilar orasida bu to'lovlarni to'g'ri taqsimlab va faoliyatini kengaytirishni davom ettirdi. Lekin mana ko'rib turganingizdek slaydda qaysidir bir xodimlar odatda natija uchun ishlasa, qaysidir bir xodimlar jarayon uchun ishlaydi. Nima degani natija uchun ishlash, nima degani jarayon uchun ishlash? Jarayon uchun ishlash degani prosta ishlash uchun ishlash. Natija bo'ladimi u yerda, natija bo'lmaydimi u yerda, prosta umrini o'tkazishdan iborat. Ertalab keladi, kechki payt ketadi. Korxonaga natija keltiryapmanmi, keltirmayapmanmi, menga qiziq emas deydi. Men pulimni olsam bo'ldi deydigan ishchilar bo'lib qolsa, qaysidir bir korxonada, agar mabodo bunday ishxona ichida juda ko'p jarayonchi ishchilar bo'lsa, faqat jarayon uchun, prosta kun o'tgani uchun ishlayman deydigan ishchilar ko'p bo'lsa, bu korxona natija keltira olmaydi. Natija bo'lmagandan keyin mijozdan pul olib bo'lmaydi. Mijozdan pul olib bo'lmagandan keyin ishchilarga ham pul to'lab bo'lmaydi va bu korxona qisqa muddatda bankrotlikni e'lon qiladi. Chunki arendani, ishchilarning haqqini va hokazolarni to'la olmaydi. Sababi natija uchun ishlamayotgan bo'ladi. Shunday qilib, juda katta hajmdagi korxonalar har yili yopiladi. Korxonalar ochiladi, korxonalar yopiladi. Korxonalar ochiladi, korxonalar yopiladi. Statistikaga qarasak, juda katta hajmda korxonalar ochiladi va juda katta hajmda yopiladi. Bir yilda 20 mingdan ziyod korxona yopiladi O'zbekistonda. Har yili o'zini yopilish statistikalari bor. Qaysidir yili 20 ming, qaysidir yili 40 ming korxonalar yopiladi bir yilning o'zida. Bunga ko'p sabablar bor. Men ayrimlarini bu yerda ko'rsatib keltirib beryapman. Ya'ni ularni berayotgan taklifi bozorda raqobatbardosh emas va ularni jamoasida ishlaydigan ishchilar ham natija keltiradigan ishchilar emas. Va buni natijasida korxona yopilishiga olib keladi. Endi bundan kelib chiqadiki, biznesda natija muhimmi, jarayon muhimmi degan savol paydo bo'ladi. Agar siz biron joyda o'qiyotgan bo'lsangiz yoki biron joyda ishlayotgan bo'lsangiz yoki biron joyda biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz yoki endi biznesga qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, siz tushunishingiz kerak. Siz natija uchun ishlaydigan odammisiz yoki jarayon uchun ishlaydigan odammisiz? Va biznes natija talab qiladi. Agar siz biron bir kasb egasi bo'lsangiz, o'sha kasbingiz asnosida odamlarga xizmatni yo'lga qo'yaman desangiz, albatta jarayoningizning oxirida natija bo'lishi kerak. Agar siz biron bir ishxonada ishchi bo'lib ishlasangiz, ertalabdan kechgacha kuningiz o'tayotgan bo'lsa, albatta har kuni natija keltirishingiz kerak. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz, biron bir faoliyatni ochgan bo'lsangiz, yo'lga tashkil qilgan bo'lsangiz, mana kimdir
учебный sentr bor ekan. Demak, sizni учебный sentringizga kelgan shogird, o'quvchi shu kursni tugatayotgan paytda natija bilan chiqib ketish kerakki, agar shu ish sodir bo'lmasa, natija bilan chiqmasa, noroziliklar ko'payadi, mijozlar takroriy xarid qilmaydi. Masalan, 6 oy o'qish kerak bo'lgan o'quvchi 1 oyda o'qib turib, o'qishdan ketib yuboradi va sizni hech kimga tavsiya qilmaydi. Bunday korxona uzoqqa bormaydi. Qarabsizki, o'sha yopilgan korxonalarning qatorida bo'lib qolishingizga olib keladi. O'sha uchun ishchi bo'lasizmi, ish beruvchi bo'lasizmi? Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, tadbirkor bo'lasizmi, biznesmen bo'lasizmi, ishchi bo'lasizmi? Natija uchun ishlash kerak bo'ladi va mijozlarga ularni ko'ngli to'ladigan natija keltirish ustida ishlash kerak bo'ladi. Shunda biznesingiz uzoq xizmat qiladi.